2 qism. Davlat qushi qo'nsi kelib sana o'g'lan. Ko'ranglima ko'zingga boq, yaxshi o'ylan. O'z elinga jafo emas, vafo qilsang, o'zang ketsang, ruhing ketmas, yo'qdir armon. 1-bob. Suboshining hiylasi. Yüzyıllıqning keyingi yerimi. Zimiston kunlari. Qalin yoqqan qordan keyingi ochiq havoda ordukan oq tovar yopqandek parqiraydi. Jahon tep-tinch. Lekin bu tinchlikning atiki guldirmomining elchisi ekanligini sutuqlardan boshqalar bilmaydi. O'g'ilchaq bo'g'raqan bo'lsa, bu tinchlik pardasi ostiga yoshiringan ansizlikdan ko'ngli oromsizlanadi. U bu kunlarda o'zining bezaklik ishxonasida o'ychan minib, qattiq xiyol surish bilan ko'llarni kashf qiladi. Xalqning varisi. Uningdan keyin oqibati nim bo'la? Yana kelib u iningning o'g'lida. Bo'lmasa yo'q. Boshqa qo'ngan davlat qushini uchirib o'tadigan yo'q bo'lmaydi. Davlat qushi qo'ldan ketib qolsa, mening mol-mulklarim, yer zaminlarim, qo'llarim bularning hammasi qo'ldan ketadi. Beshimcha bu hammadan qo'rqinchliq. Xalq, boylik, bosh. Xon o'ng qo'l barmoqlari bilan shalong soqolini tarab, parishon holda o'ylanib, uyning panjarasidan sirtqa alanglab qarab, qo'rqinchli chigish xiyolni yeshalmay qiynaladi. Uning ko'z oldida panjarning ko'znikidan har xil suratlar ko'rinmaydi. Ana sutuq. U minglagan otliq cheriklarning oldida bo'z org'imoqqa minib, qilichini egiz ko'tirib, suran silib, o'rtaga choptirib besib kiryotdi. Sutuq uni to'sqan ikki qaroqchining beshini chepib tashladi. Mana cho'ng kichik butun o'rda amaldorlari belini pukib, tozim qilganicha beshini ko'tirishga jur'at qila olmay tizilib turmoqda. Qachon yasalgan dorlar bu? Qobulxona oldidan toki qovuqqacha qator 2 dor. Har birida birdan odam teni esiqliq turmoqda. Ana, sutuq taxtda o'ltirib, xonni so'roq qilmoqda. Ana, qo'llari bog'liq xon dori oldida titrab turmoqda. Kechirgaylar ulug' xaqon, dedi bir tunish ovoz eshik oldida. Xon cho'chib buralgan edi, tozim qilib turgan o'rda beshini ko'rdi. Kechirgaylar, subashi. Kirson. O'rda beshi tozim bilan yer ostidan xonga qarab, orqasicha menib chiqib ketdi. Xon peshonasidagi tarlarini surtib, o'zini tuzashtirdi va parishon holini yiqqan bo'ldi. Xon ishxonasining yon tarafidagi uyda Sutuqning onasi Tarkin begim karvatda yonboshlab yotadi. Dedak qizlardan biri uning putlarini o'g'lamoqda. Yana bir qiz xunchida bir chini choy akirib, karvatning bosh yiqidagi kichik shiraga qo'ydi. Tarkin begimning singlisi Gullayli oldirab kirdi va bir nima demoqchi bo'lib edi,
Tarkin begimning yenida kishi borligini ko'rib, tengirqab qoldi. Qizlar, chiqib turinglar. Dedi Gullaylining qiyofatidan bir nimani sezgan Tarkin begim va qo'pib karvatda o'ltirdi. Gullayli qizlarning eshikdan chiqib ketishini kutib turdi va Xonacha, ular yana kelishdi. Ishxonasiga kirib ketdi. Bu yoshirin sirni bilish yana senga qoldi. Singlim, paxas bo'l, lekin sirni bilgin. Buni menga topshiravering, Xonacha. Gullayli avaylab ishxona tarafdagi tamg'a tortilgan gilamning orqasiga o'tib ketdi. Bu joyda bir eshik bo'lib, u echilmaydigan bo'lg'achqa, bu tarafiga gilam tortib etib o'tgan. Gilam bilan eshik orliqida bir gazchi bo'shliq bor edi. Gullayli shu bo'shliqda eshikka qo'liqini yiqib, ularning gap so'zlarini diqqat bilan anglamoqda va anglaganlarini unutib qolmaslik uchun bir-birlab ichida takrorlamoqda va o'ng o'shmoqda. Xon o'z ishxonasida Suboshi va o'rdi beshi bilan past ovozda sirliq so'zlashmoqda edi. Qip-qizil cho'g'dak chiroyli bezalgan keng ishxonaning sirtiga to'liq qurollangan qaruvchilar qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin u nimadandir xotirjamsizlanib, eshik yoqqa qarab qo'yadi. O't bilan o'ynashmoqchimiz, birodarlar, dedi xon beshini medirlatmasdan ko'zini navbat bilan ikkisiga to'g'rilab. Navoda ishimiz o'ngdan kelmasa, kul bo'p ketamiz. Ish o'ngdan chiqadi, haqanim, dedi o'rdi beshi hayyorlik bilan ko'z o'ynatib. Bu o't qancha cho'ng bo'lsa, uning bilan o'ynaydigan kuchimiz uningdimi cho'ng. Kim kul bo'ladiganligini biz yaqin orada ko'ramiz. Kulni biz ko'kka so'raymiz. U maqtanchoqlik bilan xirqirab kuldi. Keyin xonning oloygan ko'ziga qarab darhol to'xtab qoldi. Shundoq, ulug' xoqonim, dedi Suboshi. Bu o'ynashadigan ish emas. Biz puxta tayyorlik qildik. Endi chopsan harakat qilmasak, kechikib qolamiz. Stok otishga ketgili bir qancha oy bo'ldi. Hozir u yerdagi cho'ng o'ylida bordi keldi jiqdaydi. O'yliga o'z kishilardan boshqani kirgizmaydi ekan. Mening chamamda u cho'qim cho'ng ishga tayyorlik qilyotdi. Sizlarning tayyorlig'inglar qandoq? dedi xon soqilini o'ng qo'l barmoqlari bilan tarab. Tog'dagi qurolliq bosmachilardan bir turkumi kechasi otishga kelib, cho'ng o'yliga bostirib kiradi. Shuning bilan bosmachilar? Shundoq. Bosmachilar o'zlariga sodiq chiriklardan tayyorlandi. Boshlig'uvchi yuzboshi. U borisida kuchli ham chabdas kishi. Yuzboshi chabdas yigit. Keyin uningga mingboshlik xizmat berishga va'da berildi. Xirqirab kuldi o'rdi beshi. Uningmi hayot turishi. U mingboshi tugul, tuman boshi bo'lishi mumkin. Ammo bu dunyoda emas, u dunyoda. U yana kuldi. Ishni qachon boshlasak deysizlar? Mushu oyning 15-kuni tun 20ga tak urganda, javob berdi Suboshi. Bugun oyga 12. Demak, indinga? Shundoq, ulug' xoqon. Vaqtni ching tutmasak bo'lmaydi. Xon asta o'rnidan qopdi. U ikki qo'lini kayniga tutib aylanmoqda. U aylanib kelib, orqasi bilan derazaga yo'linib, qo'llarini maydasida qovushtirib, cho'nqur o'ylandi. Xo'p, qarorimiz shundoq bo'lsin, dedi xon va beshini ko'tarib
oldiga bir necha qadam oldi. ishni puxta saranjonlashtirish kerak. Men sizlarga ishondim. Ikkisi o'rnidan qopishdi. Gullayli gilam kaynidan chiqqanda Tarkin begim Qoruqboshi To'g'rilbay bilan boshlarini yaqin egib sirliq so'zlashmoqda edi. Ular so'zlarini to'xtatib Gullayliga qaradi. U heli birsi tutib oladigandek cho'chib, orqasiga qarab qo'yib, hodiqib keldi-da, Xonacha, ish yomon. Bu jallodlar paylini buzishdi. Hodiqma, beri kel. Qani o'ltir. dedi Tarkin begim Gullaylini tinchlantirib. Gullayli uning yeniga kelib o'ltirdi. Ammo ansizlanib o'pkisini bosolmaydi. Qani so'zla. dedi Tarkin begim Gullayli tarafga beshini egib. Ular nima qilmoqchi? Voy xonacha, ular xon o'g'ilni yo'q, eg'izim bo'lmaydi. Ben qo'rqinchli, uni qutqizish kerak. Aha. Shundaqmi texi? dedi To'g'rilbay g'azablanib qopib ketib. Bu do'yizlarning adabini o'zim beraman. O'tiring To'g'ril. dedi Tarkin begim Qoruqboshini besib. Aql bilan ish qilg'uliq. Xo'sh, singlim, nima gap? Tamtirima, bir-birlab so'zlagin. dedi Tarkin begim karavotdan putini tushirib, cho'chigan va beorom bo'lgan qiyofatda. Ular qachon harakat qilmoqchi? Musha ayning 15-kuni tun 20ga tak-tak urganda. Qandoq qilib? Yolg'on bosmichilar otishdagi cho'ng ho'yliga bostirib kirmoqchi. Nima? Amitabha. dedi ona cho'chib. Bugun oyga 12. O'gun. Ha? Indin 15. Tun 20da jallodlar. Tarkin begim qo'shimisini turib, takchiga qo'yilgan oltin hal berilgan botsatvaning oldiga kelib, ko'zini qayergadir tikib, jim bo'lib qoldi. U olqinni juplab, ichida nimanidir bir nimalarni o'qiydi. Gullaylimo xuddi shu tarzda Amitabhani takrorlab, xon onaga talmurib qarab turadi. Ish cho'ng va aldirash. dedi Tarkin begim burilib Gullayliga qarab va xiyolidan xulosa qilgandek kaskin so'zladi. Ahvolni darhol sutqi yetkizgulik. Men hozirla ochiq chapay xonacha. dedi Gullayli jiddiy qiyofatda. Sen yolg'iz boramsan? Men ishonchli yigitlardan qo'shay. Qani yuring, otlarni tanlayli. Ichki yoqdan yordam qilishga men qoruqchilar bilan tayyor. Qardoshlar bilan maslahatlashib qo'yganman. Xon o'g'il chopsan harakat qilsin. Harakat vaqtini menga xabar qilib qo'ysin bo'ldi. Xo'p. Gullayli, ishonchli yigitlardan elib qorong'i tushishi bilan mengingla. Tog' oshmay ish yo'li bilan mangsanglar yaqinroq. Sen chopsaroq qaytqin. Qaytqin.